Shu baseynda prezident cho'milgan desam ishonasizlarmi? Shu dala hovli prezidentga tegishli bo'lgan desam ishonasizlarmi? Ha, ishonaveringlar. Bu dala hovli Kompartiya markaziy qo'mitasining 24 yil birinchi kotibi lavozimida ishlagan Sharof Rashidovni dala hovlisi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Ko'plar bu insonni bizdan prezident bo'lgan deyshadi, lekin sobiq ittifoq davrida prezident bo'lmagan. Eng katta lavozim Kompartiyani shu birinchi kotibi lavozimi bo'lgan. O'sha lavozimni egallagan Sharof Rashidovni hozir dachasini sizlarga to'liq obzorni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, afsuslamaysizlar. Birinchi bo'lib o'rmonning ichidagi bu manzaraga bitta baho beringlar. Bu tashqi tarafi. Endi kelinglar, ichki tarafini ko'ramiz. Bu tashqari tarafdan tavchanlari, endi ichkariga kiramiz. To'g'risi, dacha juda sodda, oddiy qurilgan ekan. Hozirgi mahalla raislarida ham bunaqa sodda dacha bo'lmasa kerak. Ko'rayotganinglardek qo'llari o'sha ko'chib tushgan. Juda sodda qurilgan ekan. Hech kim SSR paytidagi eng katta lavozimda ishlagan insonni dachasi demaydi. Mana, ko'rayotganinglardek 3 etajli, to'g'risi 3 etajga chiqqim kelmadi, lekin sizlar uchun shu manzarani olib beraman. Qaranglar. Foydali va noodatiy kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir menga obuna bo'ling. Do'stlaringizga borib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.